Durupmiz ham. Bu kazandan bezor olmadingmi? Go'shtligim. Xudo xolasa mehmonxonaga ketdi. Salom yurtdoshlar, yana mehmonxonamiz ham bitilgandi. Xudo xolasa yana bo'lib ketyapti. Bugun ko'p kommentariya yozdilar. Razmerlarni ayt, nechanchi oldu, necha so'm pul chiqyapti, hammasini hisob kitobini aytdilar. Bellarini shuni bo'lib ketyapti, protsess ham o'qitamiz. Razmerlarni sizga aytib o'tadiganimiz ham shu yeri 1.25 1.25 mi çeksen 1.25. Abi Nova ise 55'lik. İçi 53 santim oldu. Onun metri 300 bin sonlar alınmadan alıp götürüyoruz. Divan taraf trafot yürüden yeri bir oğlum birden bu NATO kanası 240 bir yana 1.25 yürüden yeri. Çekisi mi alkan abi? Bandan 29 metre. 25 mal sığadı. 25 mal sığadı böyle. 25 mal sığadı. Şimdi bunu bir yine su idişlerinden koyduk. Bir yere şulanka tartıp uzun şulanka koyuladı. Kim bellerine kraynik koyuladı. Herkesine bir kraynik koyulup çıkıladı. Как положено. Yani şimdi atıp vallahi şipir oladı. Teyine rezinkelerine çalıptılar. O an tarafta yemxanası ham var. Yemxanası ham narsasi. Şimdi bo'lib ketyapti. Bu ustanokchasi 1 kilo go'sht puli metri. Şöyle 29 metre olsa her bir metri 1 kilo go'sht puli bo'ladigan bo'ldi. Bam bu turbasam 50 ming so'mdan metri. O'rakashi. Necha so'm pul chiqdi, necha so'm pul chiqyapti, shular ham aytdilar. Bu bera 25 mol sig'adi ekan. Şunu narsani aytchagandan beri puli 150 milyon pul chiqib turibdi dedi. O'xsham o'zlarini olib ketdi ekanlar. O'xshi hisoblabdilar 150 milyon pul olib turibdi. Bir legenda Nejentrani puli chiqyapti. Malxonani bana Novani ban tarafa qo'ymabdilar. Ters qo'yibdilar deb ham yozdilar ko'p odam. Ban tarafdan quyosh chiqadi, banda quyoshda netmasida bana quritdilar. Bellerine hammasini hisob kitob olibdilar. Bu ham evveldan mal bakırgan adamlar. Ko'p odam qimmat ishlar ustidan deb yozibdilar. Birovlar arzon ishlar ustidan deb yozib turibdi. Ustalar telefon turibdi. Birovlar qimmat deb turibdi. Undan artık nechatib arzon ishlash mumkin bilmayman men. Bir qo'lingga bir demir olib yo bu demirlarni ko'tarib tashlab ishlash o'zim bo'lmaydi-da, birov rozi etib çıkıp geçişin öz olmaydı beni. Kullansan gelse etinle etip bilecek adam. Ben zorma o bu diyecekim yok burası. Bırak kımmat işçiysen eken o bu da bir asıptılardan bir iki adam var. Başka yerlerde 200 binden emet tuttular. Mesela 1 kilo göğüş pulu. Bize bu bir şöyle eti toktak kacak emezmiz. Yine iş olsa et çekmiş Xudo xolasa. Dakansa. Şimdi bo'lib bityapti. Xudo xolasa like, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Buni bitgandan keyin bitta rezinkalarni ham tashlab hammasini biz zakoniyat video olib qo'yib beraman hali Xudo xolasa. Podpiska tursangizlar. Hammaga rahmat. Siz like bosing, kanalga obuna bo'ling. Videoni olib boquvchilar jo'natib qo'yasizlar.